Ukam, qanaqasan, xo'rmi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Bo'pti, ukam. Bo'libdi aka. Ukam, zalga chiqayotgan bolalarni shu tekinga tashlab qo'ymaysanmi? Tashlab qo'yaman aka. Tashlab qo'yasan? Qo'yaman. Ukam, odam yaxshilik qila bilasana. Xuddi shunday. Ketdi, ukam. Qanaqasan, bo'ptimi? Bo'ladi, zo'r. Ketyapti ishlar. Bo'ladi, yaxshi. Bo'z, ukam. Garaj ukam, zalga ketyapman-da, tushunsan? Hop. Kecha zalga chiqdim va ikkitadan shox chiqqan ekan. Quyuq qilgan ekan. Sindirib qo'ydim bor, tushunsan? Tushunsan ukam? Bo'z, ukam. Luboyga javob. Zo'r ekansiz siz. Luboyga javob, bo'z, ukam. Telefoningga qarang, ukam. Alo. Qandaysan? Nima ishkal? Qayerga? Kakras hozir bittaman zalga chiqayotgan aka bilan ketyapman. Bor yirtamiz. Qo'rqma. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga? Aka to'xtating meni. He, nimaga? Aka, men to'xtating. He, nimaga? Men aka ishim chiqib qoldi, meni to'xtating. Nima zalga chiqaman deyapsiz-ku? Aka, o'zi kecha boshladim men chiqishda. Aka, meni almashtiringlar, bilasizlar.